Soat necha bo'ldi? 10. 10da qiz bolaga ko'chada nima bor? Bo'pti aka, hozir kelib. Ota-oning aking yo'qmi? Men seni aking bo'lganimda soat 10dan keyin ko'chaga chiqqan bo'lgan edi, kallangni olardim. Singlimisan? Yusuf aka. O'labek. Kim bu? Bu o'rtog'im. Ozgina ichgani uchun aylantirib yuribman. Ha, o'rtoq. Qani bedani, mashimi? Yo. Mashimi? Yo, o'rtoq, hozir ko'rasan. Hayron bo'ldim o'zi. Deding halokatga uchraganmi dedim o'zi. Ha. Bedan aka. Tanish. Mana aytgan bedanam. Buning bedan emas, chumchuqqa o'xshaydi-yu. Xarakteri burgutli ekan.